Bu mahallada bir sotuv quruq yer 35 ming dollardan 40 ming dollargacha ham sotilyapti. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. Keng asfalt qilingan, hammasi qaddi baland xonadonlar, 2 sotuvli yer maydoniga qurilgan. Bir qavatli, 4 xonali patkulch xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Bu tarafda zeleniy zonalari ham bor, podvallari, hovliga bitta avtomobil bemalol sig'adi. Sergeli tumani Xonobod Fayzli mahallasida mana shu xonadonimiz joylashgan, 105 ming dollarga baholanyapti. Bu tarafda bitta xonamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Zal sifatida yoki родительский спальный sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafda bitta детский спальныйimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, aboylari, parketlari, hamma narsasi sifatlilari qo'yilgan. Xonalari katta-katta qilib tashalgan. Asosiy binoni ko'rib chiqamiz. Asosiy binoga kirishimiz shunaqa keng koridor orqali yo tarafda katta kuxnyamiz joylashgan. Bemalol mana bu burchaklariga ugol qilib qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Mebellarni ham tayyor qilib yasatib qo'yishdi. Isitish tizimi cho'qqigo va radiator asosida bo'ladi. Paketlarni o'zini Yevropoldan olganman deyaptilar. Hamma narsasini sifatligini ishlatganman. Garantiyalarga javob beraman deyaptilar. Ukamni bu tarafda yana bitta sifatligimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda yana bitta kattagina родительский спальня qilib ishlatsangiz bo'ladigan xonamizni ko'rishingiz mumkin. Orqa hovlichasini ham ko'rsatib o'taman qisqacha. Ko'rishingiz mumkin. Keng, katta qilib tashalgan orqa hovlisida ikkita sanuzullari ham bor. Ichki santexnikalari qo'yib beriladi. Pastda raqamni qoldiraman, telefon qilib yaxshi narxlarga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi.